Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz bizni kuzatuvchilar. Mana bugun yana qo'shnilar mahalla fuqarolar yig'iniga, oxir suhbatga o'ylamizga Saxovat aka-akalarimiz tomonidan mana shunday ajoyib darmoqli o'qituvchisi ehson qilgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Birodarlar, kelinglar mana shunaqangi xayrli saxovat ishlarida birdan bir jon bo'laylik. Albatta bu ikki dunyomizga hujjat bo'ladi. Nimaki qilinsa, yaxshi ishlar qilinganda, ihsonlar qilinganda, sadaqalar qilinganda Alloh Parvardigor o'zi va'da qiladiki, Qur'oni Karimda astag'firullah, mana shu ajr mukofotini o'zi ziyoda qilib beraman degan Qur'onda Alloh taolo. Kelinglar birdan bir jon bo'laylik, mana shunaqangi xayriy ishlarda, har doim yaxshiliklarda birlashsak Allohning o'zi rahmatini yog'diradi. Har doim yurtimizga, elimizga, vatanimizga, qishlog'imizga yaxshiliklar, Allohning rahmati yog'iladi. Birodarlar, yana ish davomida mana shunaqangi stejkalar qilishdi. Saxovat akalarimiz, barchasidan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Yana mana bu xonalarga hammom, banyo, hamma jihozlar o'rnatildi. Saxovat akalarimiz tomonidan zamonaviy hammomlar, rakavinalar o'rnatildi. Suvlar, issiq suv, sovuq suv arslonlarigacha o'rnatib berishdi. Mana shunchalik yaxshilikda o'zi xayrixoh bo'lib ehson qilgan akalarimizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Birodarlar, keling siz ham biz ham birlashaylik. Mana shunaqa yaxshiliklarda alhamdulillah Allohning o'zi barakotini yog'diradi. Siz biz birlashsak, mana shunaqangi yurtimizga, qishlog'imizga, vatanimizga Alloh rahmati yog'ilib, fayz barakotli yaxshi ishlarimiz ko'p bo'ladi.